Hello, Dr. Islam. Welcome. Assalomu alaykum. Dr. Malayev akademik shifoxonasiga xush kelibsiz. Meni suhbatga taklif qilganingiz uchun rahmat. Men bu shifoxonaga Hindistondagi tajribalarni olib kelmoqchiman. Shuningdek, bu yerdagi tajriba orqali o'z malakamni ham oshirishni rejalashtirganman. Dr. Malayev klinikasi shifokorlari bilan oldindan tanishman. Maqsadim mana shu hamkorlikni davom ettirish va mustahkamlash. Onkologiya yangilanib boradigan soha. U doim o'zgarib turadi. Tibbiyotda biror yangilik bo'lsa, buni hammaga tarqatish tibbiyotning bir qismi hisoblanadi. Masalan, Hindistonda qandaydir yangilik bo'lsa, boshqa mamlakatlardagi hamkasblarimizga ham uni yetkazishga harakat qilamiz. Nima deb o'ylaysiz? Sizningcha Dr. Malayev klinikasi jahon standartlariga javob bera oladimi? Hospital in the condition of medicine. Ha, albatta. Men dunyodagi yuqori texnologik va xizmat ko'rsatishda yetakchi hisoblangan klinikalarda ko'p marotaba bo'lganman. Bemalol shuni ayta olamanki, bu klinika ularga teng kela oladi. Klinikadagi kimyoterapiya, immunoterapiya, saratonni aniqlovchi usullar jahon standartlariga bemalol javob bera oladi. Malayev klinikasiga Rossiya, Qozog'iston va Yevropa mamlakatlaridan ham bemorlar kelib davolanib ketmoqda. Dr. Malayev klinikasini jahondagi eng yuqori standartlar asosida ishlayotgani meni xursand qiladi. Klinikamizning qaysi jihatlari sizga ma'qul keldi? E'tiborimni tortgan narsa bemorlar klinikaga katta ishonch bilan kelmoqda. Klinikaning yutug'i ham shunda. Yana bir jihati Dr. Malayev klinikasida professional onkologlar jamoasi ishlamoqda va ular rivojlanib bormoqda. Ularning har bir bemor uchun qayg'urishi tahsinga sazovor. Great, thank you. E'tirof uchun rahmat. Biz oldimizga katta rejalar qo'yganmiz. Boshqa rivojlangan mamlakatlardagi klinikalar bilan o'zaro tajriba almashamiz. Biz o'ta og'ir turdagi jarrohlik amaliyotlarini ham klinikamizda o'tkazishga harakat qilyapmiz. Siz o'tkazayotgan operatsiyalarning qanchasi muvaffaqiyatli chiqadi? For this achievement. Men 20 yildan ko'proq vaqtdan buyon onkologiya sohasida ishlab kelmoqdaman. Bu ko'p narsaga bog'liq. Bir xillarida biz xato qilib ham qo'yishimiz mumkin. Odatda 90-99% kafolat beramiz. Bu inson organizmiga bog'liq. Masalan, qorin sohasidagi saraton kasalliklari uchun 90-99% kafolat beramiz. Jigar ustidagi jarrohlik amaliyotlari uchun esa 97-99% gacha muvaffaqiyatli chiqadi. Og'iz saratoni kasalliklari esa 100% natija bermoqda. Unutmaslik kerakki, foizlar organlarga va kasallikning yengil yoki og'irligiga bog'liq. Dr. Malayev klinikasi bilan birgalikdagi rejalaringiz haqida gapirib bersangiz. Surgery sphere. Yeah, we are actually discussing with the future plan. Dr. Malayev bilan birgalikda yangi markaz ochmoqchimiz. Bunda operatsiyalarni robotlar bilan qilmoqchimiz. Shuningdek, inson organlarini, masalan, jigar va boshqa inson organlarini ko'chirib o'tkazishni ham yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bu yaxshi. O'zbekistondagi xususiy klinikalar ichidagi birinchisi bo'ladi. Maslahatlaringiz, rejalaringiz bilan o'rtoqlashganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, bizning hamkorligimiz uzoq davom etadi. Yeah, actually, thank you very much. Sizga ham rahmat.